Hammalarning qimmatli vaqt ajratib muhokama munbirimizga qatnashganinglar uchun chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shundaqla tor orqali bu muhokamamizni ko'rayotgan barliq qarindoshlarimga aytaman. Tövəndə muhokamamizga qatnashgan aziz mehmonlarimizni ko'pchilikka tanishtirib o'tay. Hurmatli Abjil Qarajim Germaniyadan, Erkin Berdash apandi Turkiyadan, Dolqun Aysa apandim Germaniyadan, Arat O'rinqash apandim Germaniyadan, Doktor Erkin Akram apandi Turkiyadan. Tekrar hoş geldinler. Muhokamamiz Zaydin Yusuf ve Barin inqilobiga tegishlangan bir millatninki bejiga kulpat kelganda millatni qutqarish uchun botirlik bilan maydonga sakrab tushib, millatni qutqarishga otlanadigan o'g'lonlari yo'q millat tarix betidan o'chib ketadi. Uyg'ur xalqining o'g'il qizlari tarixdan buyon tajovuzchilarga, zulmga qarshi millatni qutqarish yo'lida o'z fidokorligini ko'rsatib keldi. Ular o'zlarining milliy va imoniy burchini ado qilib, o'z xalqining erkinligi uchun issiqqini aziz jonlaridan kechib, millatni hurlikka erishtirish yo'lida biz uchun shonli ulga va tarixda o'tmas izlarni qoldirib ketdi. Botir qahramon Zaydin Yusuf va Barin inqilobi ana shu shonli tarixning jumlasidandir. Hurmatli Abjil Qarim efendim, mümkün bo'lsa sizningki shu Zaydin Yusuf to'g'risida sizlar tanqurdash kelisizlar. Ayni vaqtdagi Zaydin Yusufning kim bo'lganligi va shu vaqtdagi bizningki diniy vaziyatlarimiz to'g'risidagi tushanchangizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan bo'lsak, marhamat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Yuqorida Anvar deb o'tgandek, har qanday bir millatningki shu millatni saqlab qolish uchun, shu millatningki millat bo'lib mavjud bo'lib turishi uchun o'zining issiq qonlaridan va aziz jonlaridan voz kechadigan vaqtida, iqtisodiyotdan voz kechib, shu fidokorlik bilan o'ttirga sakrab tushadigan vaqtida shu millat mavjud bo'lib turadigan gap. Mana shu yaqinqi yillarda, ya'ni buningdan 30 yil ilgari Zaydin Yusuf Barin inqilobidan chiqib, bu Barin yezisidan chiqib, shu millatni Xitoy assimilyatsiyasidan, shu Xitoyda izlayotgan 70 qancha yildan beri izlayotgan xalqimizni qutuldirish uchun muntizim armiyasi bo'lgan atom bombasidan iborat shundoq qurol kuchiga ega bo'lgan Xitoy jallodlarga maydisini ko'krak kirib chiqib, ularga jang e'lon qilishi shu tarixdan o'smaydigan Uyg'urlarning ichidagi qahramonlikningki nishonasi. Zaydin Yusuf va uning do'stlari, Zaydin Yusufningki hamda meningdan bir 2-3 yosh cho'ng keladi. Bu tug'ilgan vaqti 64-yil tug'ilib ekan. Gerçi hamda shu Xitoyning atom bombasi va Xitoyga taqobil turishni, uningga tang kelib vatanni ozod qila oladiganligiga albatta uningki taqobil tug'idek qurol yaroq kuchi bo'lmasmi, uningki iymoni, vijdoni, milliy kuchi Xitoyning atom bombasidanmi kuchli bir ruh, kuchli bir iymon sunmas, ölmez bir aqida bo'lganligi uchun Xitoydek bir tajovuzchi dunyoni yutg'anaman devatgan mushunda bir jallod zolimlarga qarshi maydisini ko'krak kirib o'ttirg'i tushishi va uning do'stlari bilan bu inqilobni boshlashi biz Uyg'ur xalqininki qalbida mangu o'chmaydi. Shu Zaydin Yusuf shu inqilobni boshlagandan keyin xalqimizning ichida har qaysi joylarda uyg'unish, bu inqilobga Uyg'urlarning ozodlik harakatiga bo'lgan intilish har jihatlardan o'ttirg'i chiqdi. Ammo buningki g'alaba qilish qilinmaslik albatta kuch manzilasiga berib taqiladi. Zaydin Yusufningki hamda shunday fidokorlik bilan o'ttirg'i tushishning o'zi bizning qalbimizdagi o'smaydigan bir ruh, o'smaydigan bir qahramonlikningki namunasi. Xitoy tajovuzlari shu Zaydin Yusuf va uningki Barindagi shu inqilobni bostirgandan keyin shu Barin yezisida butunlay xalqimizni bir yezning odamlarini qirib, yerdagi yosh bolalarni qo'ymadi.
Eningden sırtmı hazır kadar bu yaşlarını öldürüşke davamlaşıvatıdı. Bu ezelden Xitay bizning Uyghur xalqini ölümge mahkum qilib bo'lgan, irqiy qirg'inchilik qilishga hukmni qilib bo'lgan. Faqat hozir Xitoyninki shuni ijro qilish bosqichida ketyotidi. Buningdan mana 30 yil ilgari Zaydin Yusufdan iborat, Zaydin Qaridan iborat bu qahramonimiz garchi bir yezda tug'ilgan bo'lsa-mu, bir oliy maktab, siyosiy bir dasholarda, universitetlarda o'qimagan bo'lsa-mu, Xitoyning ashu irqiy qirg'inchiligini allaburun to'nib yetib, fidokorlik bilan mushu jinni o'ttirga qo'yib bu inqilobni boshlamasa, bu Xitoyninki Uyg'ur millatidan iborat bu millatni tugitib yetadiganligini göz aldığı keltirib turib bu inqilobni boshlagan. Afsus, ba'zi imkonsizliklar va o'ttirlikdagi xoinlarning sababidan muddatdan burun pash bo'lib bu inqilob Xitoy tarafdan og'ir darajada bostirildi. Shu Barin inqilobi yuz bergan chog'larning o'zida Baringa berib qolgan, hattoki Qashqarga borgan odamlarni, yoshlarni, xususan shu diniy zotlarni nima uchun bording, nimishqa bording deb butun yoshlarni shu dinda o'qigan talib ilmlarni soqchixonalarga akirib so'rab, shunda qattiq so'ragan. Mana men shu Barin inqilobida bu inqilob qo'zg'algandan keyin Xitoyning eng jiq so'roqiga uchragan. Garchi Baringa bormagan bo'lsam-mu, Barin inqilobiga bevosita qatnashmagan bo'lsam-mu, sen Barinda nima bo'lganligini bilamsan. Iyada do'stlaring bormi, borganmi deganga o'xshash soqchi tarafdan tugumas bir so'roqqa duchor bo'lgan inson bo'lish sifatim bilan bu Barin inqilobininki Xitoyni ne qadar buningda qo'rqatgan, yuragiga bir vahima solgan bir inqilob ekanligini deyalayman. Bu Barin inqilobi qo'zg'algandan keyin butun Sharq Turkistonning har qaysi joylarida mushu islom aqidasi bilan, saf aqida bilan yetishib chiqqan talib ilmlarni, qari Qur'onlarni Xitoy soqchilari uni ta'qib qilib, so'roq qilib, uningki orqasiga adam qo'yib bayroqlagan. Bu inqilob hamda ikki jumhuriyatimiz qurilgandan keyin Sharq Turkiston tabasida eng cho'ng bir Xitoyga qarshi berilgan biz Uyg'urlarning ruhi o'lmadi, iymon e'tiqodimiz o'lmadi. Biz Xitoy emas, biz Uyg'ur bo'lib yashaymiz. Bizga erkinlik kerak, bizga mustaqillik kerak. Biz sana bosh egmaymiz degandan iborat mushu signalni berish uchun bu inqilobni qo'zg'agan. Haqiqatan bu Xitoyninki shu askarlar Barin inqilobi bo'lgan vaqtida ikki tog'ni ikki tarafiga chiqarib, ma tarafga bir o'qni aytib qo'yib, uningki yan bir tarafga o'q etib, o'zlari chekinib bu Xitoyninki askarlar bis bilan tong atqicha so'qishib, Xitoyning askarlaridan nurg'un askarlarninki o'lganligi bizni shu so'roq qilgan soqchi tarafdan deyilib o'tgan masala. Shuning uchun bu Barin shahidlarimizni chin qalbimizdan eslaymiz, ularning ruhini Janobi Allohdan rahmat tilaymiz. Ular Janobi Alloh ularga Jannatul Firdavsni berishni Janobi Allohdan tilaymiz. Bu mangu bu Barin inqilobi bu vaqtning o'zida mana har qaysi jutqa chazlarni qurib, xuddi bir davlatdan yana bir davlatga o'tganga o'xshash shu chazlarni qurib o'tkazib insonlarni bir mahalladan yana bir mahallaga o'tishga chazlarni qurib mushu shaklda insonlarni nayda bizning xalqimizni kontrol qilgan bo'lsa-mu, ya'ni xalqimizning ruhi, xalqimizning iymon e'tiqodi sog'lom bo'lganligi uchun hozirga qadar bu inqilob vatan ichida va sirtida davomlashib kelyotdi. İnşallah mushu Barin şehitlerinin, Barin kahramanlarınınki, hususen Zaydin Yusuf'tan ibaret bu Barin inqilobininki lider bo'lgan Zaydin Yusuf'ninki izidan mansak, inşallah Xitoy ustidan g'alaba qilamiz deb qarayman. Rahmat. Ko'p rahmat, hurmatli Abdul Qarajim, atrofli tushuncha berdingiz. Xuddi siz degandek u inqilob mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, ammo aciz bir milletninki düşmanga qarshi eng kuchli quroli uning g'azab nafrati. Shu g'azab nafratlar yalqinga aylangan vaqtida mag'lubiyatdan xoli bo'lamiz. Cho'qim g'alaba bizning qo'limizga keldi. Ko'p rahmat. Hurmatli Erkin Bardosh efendim. Barin inqilobi mag'lub bo'lgandan keyin Xitoy hukumatiningki umumyuzlik Uyg'urlar qaratgan siyosatida zo'r o'zgarish paydo bo'ldi. Shundaqla Uyg'ur yoshlari Xitoy hukumatiningki bevosita zarba beradigan
nişanıga aylanıp bir türküm yaşlar naq tutuldu. Siz şu jarayonda naq tutulganlarning qatorida tutulup Barin inqilobi qatnashgan suyimli qarindoshlarimiz bilan turmada birga yetish imkoniyati bo'lgan. Siz şu jarayon shundoqla Barin inqilobi qatnashganlarninki siz bilan birga o'tkazgan kechirmishlari to'g'risidagi tushanchangizni o'rtoqlashgan bo'lsak, marhamat. Ovozingiz aytsangiz. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar, hammalarning shu vaqti va Ramazon oyinglar muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin hamda. Men bu Barin inqilobidagi qarindoshlar bilan tanishish va ular bilan turma hayotimda birga o'tkazishga muyassar bo'lgan bir kishiman. Bu Barin inqilobi biz Sharq Turkistonliklar uchun her yili 5 aprel günü dünyanın her qaysi joylarida hayajon ve faxrlanish ichida eslaydigan bir kun. Hem g'urur ve iftixor ichida bu inqilobda o'zining qimmatli hayotlarini qurbon qilgan shehidlarimizni xotirlaydigan bir kun. Hem milliy ruhimizni uyg'otib, dushmanimizga bo'lgan nafratimizni eslab oshirdigan ve şu Barin inqilobi qahramonlarining ish izlari, fikr tushanchalaridan madad, aql ve inqilob taktikalarini o'zlashtirishga tirishadigan bir kun. Bu Barin inqilobi biz Uyg'urlar uchun, ya'ni Sharq Turkistonliklar uchun nihoyat ahamiyatli bir inqilob. Uningki ahamiyatli bo'lishi bayatdan Abjil Hacim so'zlab o'tganga o'xshash, bu Uyg'ur xalqi uchun bir uyg'unish hem zulmet içindeki bir nurluk meşal deb qarayman ben bunu. Hem de biz 40 yıl yani 1950 yılı yani 49 yıldan bu yankı en çok bir inqilabımız hesabında. Onun için bizninki Xitaylarninki bu atizm terbiyesi, Marksizm terbiyesi de unutulup kitivatkan dini itikadımız ve milli kimlikimizni tunuvelişimiz için bir ilahi küs süpüdüde. Xuddi zamanında Muhammed Aleyhisselam vahiy tushganga o'xshash biz Uyg'urlarninki shu xomush ruh holatimizni tuzishimiz uchun, tuzitish uchun bir ilahi küs süpüdüde bo'lgan bir voqea deb o'ylayman, ya'ni inqilob. Hamda Barin inqilobi tuxumni tashqi urish, ya'ni nurg'un insonlar deydi ki bayatdan kim deganga o'xshash bu mayli nüfus jihatdan mayli askeri kuch jihatdan qaragan vaqtida nihoyat cho'ng farqlar bo'lsinmi, favqulodda cho'ng farqlar bo'lsinmi, endi bu tuxumni tashqi urish mumkin bo'lmaydi deb o'ylaydi nurg'un kishilar. Ammo bu Barin inqilobi tuxumni tashqi urishda bir haqiqat ve bir mo'jiza borligini dunyoga o'rgatgan qonliq va shonliq bir dars deb qarayman. Yani bir tarafdan bizdeki bir hikmetli sözümüz var. Yetip ölgüce etip öl deydigan. Şu hikmetlik sözümüzninki mukafatının şehitlik ekanligini ispatlagan. Hem de bir milletning ümit ve cesaretinin menbesi şu milletni yetakligüçü yo'lboshchi ekanligini haqiqiy bir ispatlagan bir delil deb o'ylayman bunu. Bu to'g'risida tarixdan buyon 30 yildan beri her xil baho berishlar bo'lib keldi. Bu ham o'zlarininki shaxsiy nazorat ham. Shuningga men avval so'zimni boshlashdan burun shu Xitoyninki 1884-yili vatanimiz Sharq Turkistonga bostirib kirgandan tortib ta hozirgacha shu vatanimizning ozodligi, millatimizning hurligi, iman e'tiqodimizning pokligi uchun, avlodlarimizning go'zal kelajagi uchun ateş bulup yangan. Zalim Xitoy tajovuzlariga qarshi haqqoniyat yo'lida issiq jonlarini fidokorlarcha qurbon qilgan son sanoqsiz jangovar qurbonlarimizga şehitlik mertebesi tilayman. Amin. Bu Barin inqilobini meningki dastlab
anlagan ve bilgen vaktim şu 1990 5. April günü yani Perşembe günüydü. Şu günü ben Abnum raylık statistika idarəsininki bir xadimi bolu sübütümüz bilen Atış şehirde 4. qatımlıq memleketlik nüfus tekşürüş xadimlerini terbiyeleş yığını içvatattık. 5. April günü ettigende biz günlük faaliyetlerimiz 2. çisla başlanğan yığınımız ama 5. çisla kelgen vaqtida yani bizning yığınninki 4. günü bu Meymanxonada bütün askerler, qoralliq askerler qorshab bizni hech bir yerga chiqqili qo'ymadi, yotoqdan hatto chiqqili qo'ymagan dedi. Shuni nima ahvol bo'lganda da biz bilolmay tursak, bir chog'da viloyatninki Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastininki ba'zi amaldorlari kelib, biz ma Urumchidan kelganlarga qisqacha shunday bir ma'lumot berib, shu nimada Aqto'da yani Barin yezisida shunday bir qism kishilarninki shu qirg'inchilik nima bir qism kishilarninki to'plan qilganligini va uninki xatarlik ekanligini, uning uchun bizningki hayot xavfga uchramaslik uchun bizniki hech bir yerga harakat qilmasligimiz uchun uni askarlarning qo'g'diganligini shunday bir tushuntirish berdi. Keyin o'qisak hamda shu qatimqi yig'inda hamda shu janubdagi 3 viloyat va bir oblast shahrininki şehir, nahiye ve yezlardan kelgan en az 350 yakın Uygurlar batı yerde. Uygur kadrlar. Şu 22 yaştan 35-40 yaşlargacha asosiy yoshlar bo'lgan bo'lg'achqa bular hamda bizninki yoki uyg'onib ketishimizmi yoki hamda shunaq u yerda bir har yerda yig'ilib qolgan bir kuch bo'lgan bo'lg'achqa qo'rqish sababidan shunaq bizni tutib turish uchun askarlar bilan qo'rishgan keldik. Şundan ki ben Barin İnqilobininki şu çağda hem de 5. April günü Aqto'ningki Barin yezdiki bu inqilobdan xabar topgan hem onunki qanchalik hukumatni qo'rqinch solganligini shu yerda his qilgan. Keyin har qaysi viloyat noyalardan kelganlarni yig'inimizni davomlashtirishga ruxsat qilmay turib mashina bilan kechlab yo'lga selyapti. Bizni shu Urumchidan kelgan 20 necha yildan batdiq. Bizni şu Qashqar aerodromga kechida chiqyapti avtobus bilan. Şu yo'l jarayonlarida şu bronevik mashinalar, askarlar, hatto orliqdagi şu biz aerodromda saqlab tursak tik uchar aeroplanlarniki kelib ketgan shunday bir jiddiy bir vaziyatni ko'rgan. Hatto bizniki Toshqo'rg'onga chiqadigan xizmatimiz batdi. Uningga ruxsat qilmadi. Bizni Urumchiga yo'lga selyapti. Shunday bir ciddiyçilikten bo'lganligi tushadiki hamda Barin inqilobininki qanchalik bu hukumatni yani Xitoy tajovuzlarini qo'rqitganligini shundan his qilib olg'ili bo'ldi. Buniki jarayonlari u yerda bo'lgan voqealar Zeydi Yusufninki ish faoliyatlari to'g'risida nurg'un yozishlar bo'ldi. 30 necha yildan mobaynida biz buni eslab xotirlab kelyapmiz. Ben bu doğrusu vaqt sebep bilen bazı narsalarni pek tafsili to'xtalib o'tmay, shunga ham o'zimga oid bo'lgan ba'zi o'zim his qilgan masalalar to'g'risida ham qisqacha bir fikrimni o'tirib qo'yay. Barin yig'inishniki coğrafiyalik muhitini aytib, men keyin bir ziyoratga chiqqandim u yerga. Qurg'oq suv sababidan terchiliklarimiz zo'r bo'lgan hamda qo'l o'ranchilik, chorvachilik bilan jama qilgan mana Abnum rayon bo'yicha Namrat yezlarninki bir skentdir. Suvninki shunchalik daraja qisliq sababidan munbat tuproqlarni odatda suv yetishmaganligi sababidan 2 yilda yoki 3 yilda bir navbatlashtirib teriydigan bir ahvol bor ekan. Mesela şu Zeydi Yusuf'ninki bazı bir nutuklardımı bilvalar biz belki sizlerle anlayan buluşunlar mümkün. Xitaylar bizi kelgan suvni muşlar kesip bizninki susuz qo'yganligimiz uchun biz mana yilga namratlashib ketyapmiz degan ashuna bir nutuqlarim bor. Buni hammalar anlagan bo'lishinglar mumkin. Shunaqa men bu yerda bu to'g'risida yana tafsili so'zlab o'tmay, menga Barin inqilobi to'g'risida hamda eng ta'sir qilgan yani yaqinda
bana karşıma çıkan bir nersi var. Bunu bir yerde emanlar bile ortaklaşını muvaffak gördüm. Bu şu Xitay Liu Tiancheng degan bir Xitay Kirzizga to'lgan Janubiy Shinjang degan bir yozmasini, maqolasini 2008-yili 9-ayning 1-kuni men shu medialarga qo'yib o'tdi ekan-ku buni. Qo'yib o'tgandan keyin buningda bu nayt uzun bir maqola hamdi. Shuningda shu Barning Cloud to'g'risida shu markazdan kelgan bir Xitoy amaldorining bir eslamasini yozib qoldirdi bu yerda. Bu Xitoy 1991-yili markazdan Urumchi keladi. Urumchi kelgandan keyin bu Aqsu, Atosh, shu janub tarafdagi Xitoy amaldorlarga Xitoy soqchi, anandagi shu ishlab chiqarish qurilish binalariga bir madad berish uchun ularda bir qo'rqinch kirgan ekanda, madad berish uchun atayim bu shu janub tarafga bordi. Berib shu Barning Cloud'ni bostirishda eng burun vazifani ustiga olgan ishlab chiqarish qurilish binalari 3-diviziya 41-polik. Bu polik hamda Aqtu yezisiga eng yaqin bo'lgan bir polikka bu yerda hamda normalda binalari bu Xitoylar herkes bizga nima qilib ko'rsatmaydi. Askar qilib qurolliq askar qilib ko'rsatmaydi. Faqat uni shu normal bir puxra terishchilik qiladigan yer terish bilan shug'ullanadigan mana bir kishilar deb tushundirdi, ammo amaliyotda unday emasligi bu yerda isbotlandi. Mushu Xitoy amaldor o'zining aslamasida bundaq deb yozdi. Bu xizmatlarni tekshirib, shu 3-diviziyaga berib, bu kunduzlar xizmat tekshirib, oqshomlarda bu bilasizlarmi, Xitoylar yeb ichishga, keyf qilishga noitda o'zini urib etadigan bir millat. Bu oqshomda hamda shu diviziyaning 3-diviziyada bu kadrlar bu Xitoy amaldorlari bilan paranglashib, aroq ichib o'tirish jarayonlarida u yerda bir Uyg'ur yo'q. Kunduzi xizmat jarayonida bir ishga Uyg'ur bo'ladi-ki, oqshom taraflarda Uyg'urlar avtomatik holda o'zlarininki uylari qaytib, bular bilan aralashmaydi ekanda. Shu yerda bir Xitoy komissar nihoyatda qin-qiniga patmagan holda shu aroq ichib olib, mas holda shunday bir gapni qilgan ekan. Buni aynasini men sizlarga o'qib beray hozir. Şu çağda biz puxadan chiqib oldik desa, odamlarni ko'rdingmi, o'q chiqarsanglar bo'ldi. Ermi, ayolmi, qermi, yoshmi, o'ylashmaysan. Hergiz rahim qilmaysan. Chunki kim to'planchi, kim emas, ayray olmaysan. Uyg'urlarning hammasida pichoq bor. Ikkilansanglar seni o'tirib etadi. Uning uchun biz ko'zimizni yumibla atdiq. Hatta bazı kentlerini asasen kırıp yo'qotdik. Şu Barning Cloud to'g'risida hamda bizningki qarindoshlarimizningki aslamalarda shu bir çocuk deb soldim. Bir bovoqninki vujudidan 70 necha pay o'q chiqdi deganni anglagandik. Ammo shu Xitoyninki yuzining eg'izidan maşinchilik darajada iqro qilgan xarakterdagi bu so'zlardan hamda shu yerda bu Xitoy tajovuzchilarininki qanchalik darajada vahshiyona qirg'inchilik qilganligini biz ko'rib yetalaymiz. Shundan ba'zi jarayonlarni bayatdan Abdulazim so'zlab o'tganga o'xshash. Shunga men bu Barning voqeasi to'g'risida yana ba'zi ahvollarni tafsil yana so'zlamay endi, chunki bu tarixdan burun 30 necha yildan biz so'zlab kelyapmiz. Endi ben 1994-yili 7 fevral kuni, yani Xitoyniki chog'irniki harp kuni meni Urumchi shahar qamoqxonadan shu Abdumrayliq 1-turmaga olib borgan. 1-turmaga Appagandan keyin beni udullamlar shu qattiq boshqarish atrati deb bir atrat var ki, o qattiq boshqarish atratiga 17-atrat hamda.
aşağıya kirib, şu yerda meni ayrim bir yatak kamerga solidi. Bu qattiq boshqarish shatirida shu 7 lamli kamer bor. 7 kamerdan endi keyin bir necha kundan keyin men bilmayman endi. Masalan, 1-numərli kamerada Abdükərim Abdüveli bor, 2-numərli kamerada Jamal Mehmet bor, 3-numərli kamerada şu Barın inqilabçıları bor. Anadan meni 5-numərli kamerga solidi, 7-numərli kamerada amma şu Xotandan kelgan, Xotandan tutilgan şu Abduxabir va Abdumijid deb ikki birodarimiz bor. Hem bu qattiq boshqarish shatirda kengri ketgan egiz tamliq bir g'o'yla bo'lib, uningki endi shu bir korpusda shu mahbuslarningki kamerlar bor, bir korpus ham shu Gundupaylarning ishxonasi, yotoqlari, anadan sinib, anadan keyingi vaqtlarda shu sex ishlab chiqarish sexlari bo'lib ketgan. Anadan keyin tarafda shuna bir xola joylarimiz bor. Degandek shuna bir ham normalda bu birinchi turmaningki boshqa atratlarda darvoza qaraydigan normaldagi ijtimoiy mahbuslar faqat bu qattiq boshqarish shatirlarla bu darvoza qaraydigan askarlardi. Shunchalik darajada ching tutdiki, bu yerda biz siyosiy mahbuslardan shu bir nechalar hozir deb o'tib ketganlar bor. Undan boshqa bu qattiq boshqarish shatirda shu boshqa atratlarda shu chog'da birinchi turmada 24 atrat bor. Har bir atratda bir o'tir hisob bilan bir 250-300 dan mahbus desakmi ish qilib xalijiq gap bu. Boshqa atratlarda shunaqa xatolik o'tkazgan, urush jidal qilgan, Gundupaylarning gapini anglamagan yoki o'g'irlik qilgan yoki boshqa bir sabablar bilan shuna xatolashganlarni o'tkazgan xatoligininki nimasiga qarab 1 haftalik, 15 kunlik, 20 kunlik, 1 oylikda ko'ziga, put-qo'llariga kishan silib, bizdan mishaga kirib qo'yib, mush qattiq boshqa shatirga kirib solab qo'ydi endi. Biz siyosiy mahbuslardan biz va hamda bizning yanimizda shunaqalikda jazolangan ijtimoiy mahbuslar bor. Uning Xitoy bor, Tunguni bor, Uyg'ur bor, Qoziqi bor degandek millat ayirmaydi endi. Hamda bu her bir kamerada hamda shu bizga qarab turgan bir daldan milliy 2 yoki 3 daldan shuna tungan Xitoy bor, bizni nazorat qiladigan. Her birimizni nazorat qiladigan. Ham bu mesela Uyg'ur yoki Qozoq milliylar bilan bo'lsa, asosan shu Qarmay Cho'chak yoki shu Tarbaqatay tarafdan kelgan Uyg'urlarni chihra qilib nazoratchilik soldi. Janubdan kelganlarni asosan ishlatmaydi. Ham bu hamda keyingi meni his qilishimda shu bu ba'zi bir aloqa ishlari, anadagi diniy e'tiqod ishlari, anadagi millatchilik qarashlari shimol tarafdagilarning ozroq sus bo'ladi deb o'ylash mumkin. O'ylaydi-ki, shuning uchun bu janubdan kelganlarni asosan janubdan kelgan ijtimoiy mahbuslarni nazoratchilik ishlatmaydi. Bu 17-atratda men kirgan vaqtida shu Hamdullah deb bir atrat boshlig'i ekan Gundupay. Bu Hamdullah akamiz bizniki derdimizni jiq tatdi. Bizning derdimizni tatishning sababi shu bu Hamdullah degan kishi 1970-yildan buyon ham Gundupaylik qilgan ekan, shu Tarim turmida u yerda shu Nizamiddin Husayn ham rahmatlik zamonida shu Hamdullah degan kishiningki qo'lidan qochib ketgan ekan. Qochib ketib buniki derdini Hamdullah degan kishi jiq tatib, keyin anadan bu oila do'stlari bo'lib bardi keldi qilib bu Nizamiddin kamninki uylarga berib kelib shuna doim suhbatlarda bo'lgancha, ammo shu keyingi vaqtlarda bizningki shu ahvolimizda nihoyatda yaxshi yetakchilik rol o'ynagan bir kishi bu. Shu chog'larda masalan shu Nizamiddin kamninki hatto Do'lqinning salomlarini yetkazgan bizga. Hamda shu ba'zi kitoblar yo ba'zi turmush buyumlari bir narsani kirgizib berib, masalan hamda bizga eng jiqqa yordamlar nima degan vaqtida masalan fursatli bo'lsa bizga aptaplanadigan yoki bir harakat qiladigan shuna bir fursatlarni yaratib berish. Hamda qo'lidan chiqish kelmaydi masalan u yerdagi milliy Gundupaylarningki. Ammo shuna bir ishlarda bizga jiq yordam bo'lgan.
Hem bu yerdeki Barın inqilobiga munosabatli bo'lgan mahbuslardan, tutqunlardan kim bor desa, birisi Jamal Mehmet. Yani biz bu yerde Jamal Qari deb qo'yamiz. Söz sal uzab ketdiga o'xshaydi. Jamal Qari şu çağlar 40 yaşlarda bulup, ama şu Şarkı Türkistan İslam Partisi'ninki Zeydi Yusuf Başkomandan Abdülgani Tursun Orunbasar, anadaki Jamal Mehmet harbiy komandan bo'lgan. Şu Barın inqilobi qo'zg'alib uzmayla tutup qolgan bo'lg'achqa bu muddatsiz qamoq jazosi berilganka. Undan keyin hamda Turg'un Saqi, Turg'un Isoqmi deb qo'yamiz, ya'ni oqsoqol deb qo'yamiz. Ham shunday soqoldir bilan ko'rgan, men birinchi qatim ko'rgan vaqtimizda. Bu 45 yoshlardagi sirchilik bilan shug'ullangan kasbiy o'yinlari sirchi. Şu Şarkı Türkistan İslam Partisi'nin 2. qurolli qismining qo'mondoni va Ahmet Mehmet'in yordamchisi. Bu Ahmet Mehmet hem bu Ahmet Qari deb qo'yamiz, 43 yoshlarda bu imomlik qilgan ekan, shu chog'da bir masjidniki imomi. Bu Şarkı Türkistan İslam Partisi'nin mablag' to'plash va tabliğ tashviqot ishlariga mas'ul kishi ekan. Bu ishkilarni hamda muddatsiz kesgan. Keyin Turg'un Saqi 2000-yili, Ahmet Mehmet 1990-yili shu Xitoyninki zulm qilish sababi bilan shehid bo'lib ketdi. Buning xabarini men aniq bilaman. Undan boshqa Turg'unjon Xo'ja. Turg'unjon Xo'ja degan kishimi 32 yoshlarda to'mirchilik qiladigan bir kishi. 2 yil kechiktirib ijro jazosi bergan. Mahat Hasan. Bu kishimi 30 yoshlarda shu chog'larda, ya'ni 94-yillarda bu tijoratchi. Bu 2012-yili Xitoy turmusida o'lib ketgan. Bunu ben keyingi vaqtlarda xabarlardan bildim. Bu ikki qahramonimiz mı? Şu Barın inqilobidan şu taqqa chiqib, taqqa qochgandan keyin taslim bo'lmay izchil turda 10 necha kun urushgandan keyin oxirisida tirik qo'lga tushgan. Shuningga bularni o'lim jazosi berib 2 yil kechiktirishga ijro qilgan. Yani birisi İbrahim Ahmet, yani 26 yaşlarda dehqon, yani birisi Nur Sadir degan kishi, Nur To'pi deb qo'yamiz adati, ya da Sadir Palvon deb qo'yamiz. Shu chog'larda 25 yoshlarda bo'limi dehqon. Ham bu kishilar hammasi Jamal Mehmet ayrım bir kamerada, bu 5 kishi ayrım bir kamerada. Bizniki shu chog'lardagi tuzumlarimiz nihoyatda chinkdi. Ettigen saat 8'den akşam 18 geçe askerlik tüzümüdek müşna başquradi bizni. Hatta midir sidir qığıl qo'ymaydigan darajada shunchalik qattiqdi tüzümler. Masalan, qanchalik darajada degan vaqtida, masalan, qiblaga qarab o'ltasak, namoz o'qiding deb chiqib qo'ydi bizni. Yüzümüzni silab qo'ysak, duo qilding deydi, putimizni yuvsak, tahorat olding deydi, belikimizni silasak, tayayyun qilding deb chiqib qo'yadi. Kunduzlari xiyolimizni, oqshomlari tushimizdan boshqa hamma narsamizni kontrol qilishga urinadigan bir vaqtlardi. Ammo shu kunduzi qiladigan ishlarimiz shu markizmninki din millat nazariyasi, ananki shu kompartiyaninki din millat qonun siyosatlarni har kun o'qiydik, yodlaydik, har kuni ta'sirat yozg'izatdi. Shunchalik darajada hamda odamlarni bizar qiladigan darajada hamda. Keyin shu bo'ldi, bu yerlarni atlab ketay. Bu turmadagi jarayonlarni bak tafsili so'zlab kelsak vaqt uzun ketdiga o'xshaydi. Shu turmadagi vaqtlarimizda hamda bizni keyingi vaqtlarda turma qonuni chiqdi, uni ishlab chiqarishga qilish kerak. Ana degan texnika, bilim jihatdan tarbiyalanish kerak degan shu turma qonunidagi moddalar bo'yicha biz tashkillanib turib, shu o'zligidan o'rganish imtihonlari qatnashdik, ishlab chiqarishlar qatnashdik, hatto shu remont, shu qartoqda gazeta chiqarish, anadagi Yangi hayot gazeti deb bir narsa bor, bir gazeta bor hamda shu turmush boshqarish idorasi. Shunaqa maqola, she'r, xabarlarni yozishlar orqali shu o'zimizningki ba'zi numaralarimizni o'stirdiganga shunday bir harakatlarni qilgan. U yerdami shu sirtga o'xshashlar 100 numaralik tuzum bor. Numar qo'ydi, shu bo'yicha anadagi baholaydi. Masalan, turum boshqarish idorasi turmalarni yilda 2 qatim, turmalar atratlarni oyda 1 qatim, anadagi mahbuslar bo'lsa, shu
haftada bir qatim shuna bağlanadigan bir ahvol. Shu bo'yicha endi bu maniki o'zgarish ahvoli yaxshi, mani nachar deb ashunaq bir nima qiladi, baholaydi. Mesela şu Hamdullah degan Gundupay, Hamdullah degan atraf başlığımız zaten 2 günde 3 günde bizni çağırıp velosipedlerini remont qilg'izadi. Birisi bizni aptab ko'rvasin. Mesela kız issiq havola bo'lib qolsa, mesela bir salqin yerda daraxtning soyasida o'tirib, velosipedni remont qilamizda, bir ta velosipedni remont qilish uchun bir kun sirtlarda havoga mana bir fursatlarni qilib ham puanimiz oshadi, ham bir harakat qilish fursatlari bo'ladi. Keyingi vaqtlarda shu kechirim tuzumlar chiqdi. Anadan keyin shu bo'yicha shu Barning Cloud'dagi muddatsiz kesilganlarningki kechirimlari bo'ldi. Muddat ularning 18-19 yillarga tushirilgan. Hamda shu 97-yilgi G'ulji voqeasidan keyin bu jarayonlarda hamda bu Xitoy hukumati hamda bizni tarbiyalab o'zgartiramiz deb pozitsiya tutadigan vaqtda shu 97-yili G'ulji voqeasidan keyin G'uljidan tutib kelgan bolalarning hammasini, ya'ni yigitlarimizning hammasini ayrim bir atraf qilib so'lab, anadan bu birinchi turmi tavasidagi butun siyosiy mahbuslarni 10-atrafda bir atraf so'layapti. Bu yerga so'lgan vaqtida har bir kamerada 4 tal kamera bor. Kamerada 7-8 dan siyosiy mahbus, 4-5 dan ijtimoiy mahbus bizni nazorat qildigan. Bu yerda bizda shu qorong'u nimada o'ltirmiz degandan kashkish askardek, ammo bekor o'ltaman. Bu yerda ishlab chiqishga uzatdi. Masalan, Popayki to'qiydigan, palay to'qiydigan, purchoq adolaydigan jiqamdi. Bu jarayonni so'zlab kelsak, bek jiqish bo'lib ketadi. Shuning hamda buni bek tafsili so'zlashga keyincha yana fursat bo'ladi deb o'ylayman. Shuning bilan hamda bu birinchi turminingki bu vatanimizning har qaysi joylaridagi turmalardagi siyosiy mahbuslarni to'plab, bo'lib ularningki asosli g'olliq odamlarni to'plab, hammasini ashada tutib turadigan, tutib tursak bo'ladi degan ajna bir pozitsiya bilan nihoyat qattiq bosh quradigan bir vaziyat shakllandi. Bu yerdagi ko'rgan shu bilganlarimizni tafsir so'zligim batida ham buni xayram keyin fursat bo'ladi. Ammo shu Barning Cloud'dagi shu 5 qahramonimiz, yani ayrim kamerada salangan 5 Jamal qarilar bilan birga biz endi dastlab vaqtlarda hech qanday uchirish fursati bo'lmaganda keyingi vaqtlarda bu nihoyatda ishlab chiqish jarayonlarida, anadan o'rganish jarayonlarida, o'zligini o'rganish, imtihonga qatnashish jarayonlarida biz bir fursatlarni bo'lib, asosdan uchirish orqali nurg'un suhbatlarni qildik. Ular bilan muңdashdik. Ular bilan dardlashdik, ularningki ba'zi bir ahvollari, aşağıda ko'rgan bilganlarini, ba'zi ahvollarni endi men bu yerda endi shu qisqacha bir tövanda menga bakroq ta'sir qilgan ikki ahvolni deb deyishni muvofiq ko'rdim. Shu rahmatlik Zaydin Yusuf dastlab vaqtlarda 1989 yılının başlarından tartib resmi harakat o'tib yüzden yaqinlarini boshlab qilish jarayonlarida bular avval shu Jamoliddin Mehmetning uyida shu Sharq Turkiston Islom partiyasini qurib, keyingi faoliyatlarini qanday elib berish to'g'risida nurg'un suhbatlarni qildi. Suhbatni qilish jarayonlarida Zaydin Yusuf rahmatlik shu yaqinlarga deydigan gaplarning birisi shu Muhammad alayhissalomningki shu Uhud urushi to'g'risidagi voqeani so'zlash orqali bu kishilarga, ya'ni atrofidagilarga bir tarbiya berdi. Ya'ni Uhud urushi deganni balkim sizlarni bilishinglar mumkin. Shu Muhammad alayhissalomningki shu islom tarixidagi musulmonlarningki birinchi qatimliq mag'lub bo'lgan bir urushi. Ya'ni buningki mag'lub bo'lish sababi nima degan vaqtda, ya'ni 625-yildagi voqea bu. Yani Mekke Müslümanları bilen müşrikler arasındaki bu uğraşta bu Muhammed Aleyhisselam bu naati güçlük kelgen müşrikler karşı duruş için bir askeri taktik kullanıldı. Bu taktik kullanılan vaxtda bu şu taktik kullanılan vaxtda taktik kullanılan vaxtda şu qol astidagi o'qchilarni shu nimada
bir tepede, bir döngde aşağını yaxşı saklapmış o kişiler kelgen düşmanlarga karşı ok etishga buyurgan vaqtida bu yerdagilar bu Muhammed Aleyhisselam'ın gepini anglamay öz aldığı ish qilib ketgandan keyin bu strategik bir o'rinni yo'qotib qo'yib bu urush bu mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Buni so'zlab kelib Zeydin Qarim bu yaqinlarga shu bu Çingiz Xonninki shu 7 boshli yılan ve 7 quyruqli yılan degan bir hikoyasini so'zlab berdi ekan. Bu nima hikoya degan vaqtida shu Çingiz Xon vafot bo'lishining oldida butun bolalarni yig'ib shu bir narsani vasiyat qildi. Bolalarga shu 7 boshli yılan ve 7 quyruqli yılan degan bir hikoyani vasiyat qilib qoldirdi. Buningda nima degan vaqtida shu bir yılan bor ekan, bir beshi bor, 7 quyrug'i bor. Yani bir yılan var, 7 quyruğu, 7 beşi var, bir quyruğu var. Şu xatarlik bir ahval bo'lib qolsa yoki bir harakat qildigan vaqtlarda biri beshi bor, 7 quyruğu bor yılanninki muvaffaqiyatli holda yuzni qo'g'day oladiganligi ham maqsadga yeta oladiganligi, 7 quyruğu bor, biri beshi bor yılanninki 7 xil harakat qilib, 7 tarafga harakat qilish orqali oxirsida mag'lub bo'lganligi. Shuni misol keltirish orqali şu buyruqqa amal qilish, bir saylab chiqqan bir boshqa, ya'ni bir rahbarga itoat qilish, ammo shuniki ahamiyati to'g'risida nihoyatda so'zlab bergan ekan. Shunda bo'lgan shu 6 kishimi shu birinchi turmada toki men chiqib ketguncha Jamal Mehmetni yuzniki shu chog'dagi rahbari deb turib, Jamal Mehmet nima desa shuni ijro qiladigan holatda shuna bir davom qilgan. Bu endi menga qattiq ta'sir qilgan bir ahvol. Shuningga endi men buni bu yerda hammalar bilan bir o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Shuningga bu vaqt munosabati bilan vaqt uzab ketdi. Shuningga eng oxirida shu Zeydin Qarninki bir bo'lmas degan bir she'ri bor ekan. Men shu she'rni o'qish bilan bu so'zimni tugatmoqchiman. 89-yillarda yerlik bir gazetda shu bir yerlik bir shoir bo'lmas degan bir nom bilan g'azal yozib, ammo shu xurab masalan bizning diniy e'tiqodlarimizni ham shu ba'zi milliy tushunchalarimizni noitdi yer ko'rib shunday o'ziniki Junxon millatiniki bir partisi ekanligini yezib ifodalab qilgan vaqtida buningga javoban Zeydi Yusuf Qarim bu bo'lmas nomli bir muhammas yozgan. Bo'lmas. Xitoy zolim, Xitoy dushman, uningla o'zlashib bo'lmas. Xitoy makkar, Xitoy xoin, yo'lida yo'l yurib bo'lmas. Xitoy insof yo'q maxluq, güzel kunlar ko'rib bo'lmas. Xitoy mal'un, Xitoy arsiz, urushmay qurtulush bo'lmas. Yo'qotmay yovni bu eldan saodat ko'rib bo'lmas. Bu davlatning asl ismi azaldan Sharq Turkiston. Emas Junxo ili hargiz tilingni tort rezil shayton. Agar senda vafo bo'lsa bu davlat bir güzel canan, vatan uchun arzgay hatta pido bo'lsa tuman ming jon, sharaf izzat yetib kelmas, vatan uchun bermisang hech qon, janingdan kechmisang hargiz canan ko'ngling qutub bo'lmas. Xitoy arsiz bu düşmanni yengish uchun ittifoq lozim. Bunun uchun har vaqt Qur'on va sunnat tingshimoq lozim. Bu millatning dinini va tilini qo'llamoq lozim. Xitoy mal'unning tongan dinini tillamoq lozim. Inoqlikni asos qilmay Xitoydan qutulish bo'lmas. Musulmonni xurafiy deb yaratmay ko'zga ilmaymiz. Yalangboshni dinsiz deb tushunmasdili tillaymiz. U yerlik u, bu yerlik bu diban odamni xillaymiz. Rezil huquqqa qul bo'lg'ach, rezil huquqchi chillaymiz. Yo'qotmay ushbu illatni saodat ko'rib bo'lmas. Sal vaqt uzab ketdi, hamda hammalardan kechirim so'rayman. Mening so'zim ishagich bo'lsin.
Rahmet, köp rahmet Erkin Bardaş efendim. Nihayet inçike etraflık izahatlarınız için tekrar rahmetimi bildirmem. Tövende temimizni davamlaştırırız. Hürmetli Ferhat Muhammed efendim, siz aynı vaqtida yani şu Barin inqilobining oldikayında davrlarda siz vatanda jurnalist, muxbir bo'lib xizmat qilgan. Shu muxbirlik salohiyatingiz bilan ishlayotgan shu davrda Barin inqilobininki kelib chiqish sabablari, shundaqla vatanimizda shu ayni chog'da Xitoy yo'lga qo'yayotgan siyosatlar nimani maqsad qilgan? Siz chet elga hijrat chiqqandan keyin 90 yillarning oxiri Amerikada Barin inqilobiga oid masalalar to'g'risida Amerikada o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida qatnashgan. Bu to'g'ridagi tushunchalaringizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashsak, marhamat. Rahmet, hürmetli Enver Efendi, oldu bilen Zeydin Yusuf başlığı bütün barın şehitlerimiz Allah'ın rahmet dileymen, bütün şehitlerimizinki ruhu şad olsun. Siz de ötkününüzdeki barın inqilabı yüzbeyken 1990 yılı ben Çincankılık Radyo Stası'nınki haberler bölümünde partiya hükümet siyasi kanun sırası mesele muhbiri işlevatkan mezgili. Bayım kardeşlerimiz de ötte bu bari inqilabı yüz bergenden keyin Uygurlarning log'atiga bir yangi so'zlar qo'shildi da. Masalan, barin degan bu so'z bir yezning ismi bo'lgan bo'lsa, bu barin inqilobidan keyin bu so'z inqilob, masalan, kurash, mujodala, jihad degandek ma'nolarni ifodalaydigan rasmiy bir so'zlikka erishdi-da. Onun için bu bari inqilob yüz bergandan keyin menima hayron qoldig'ini bu shu har qaysi sohadagi mayli milliy kadr bo'lsin, o'quvchi bo'lsin, ish xizmatchilar bo'lsin, bularninki hali umumyüzlük ichki izdoshlikka erishgan bir hodisa bo'ldi-da. Balkim bu hodisaninki bir yezdek dehqonlar tarafidan başlatilgan bir hodisa bo'lgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Masalan, sizin bilsizlar nima rapadim shu vaqtda Salom Lutfulloh degan naqshimiz vardı. Unimi bazı yoshlarimiz hatta qo'rqmay bazı so'rinlarda Salom Zayniddin degan nimaga o'zgartib u o'qib chiqdi. Hatta bazı gap so'zlar taqoldi sizin jurnalistlar shu vaqtda Tümür Davat'ninki ko'zda mushundaq barini tashlab kelgandiki ko'zini yosh chiqibdi, yo ta'sirini ketibdi degan gaplar chiqdi endi. Men barin inqilobininki yuz berganligini 4-chi yilning 6-chi kun tushdan keyin xabar topdim bir Xitoy muxbiridan. U siyosiy qonun sohasiga mas'ul muxbir edi. U shu nima ketgan, u tushdan burun Guantanamo jamoat xavfsizlik nazorati qo'yaman deb ketib, palab paypaslab qaytib kelib, men bilan o'xshash soat bo'lgandan keyin voy oldin o'shna janubda chiqibdi deb. Bu nima bo'pti, nerda chiqibdi, Qashqarda bu desam, chunki kallam Qashqar keldi-da, bu 80-yillar Qashqar voqeasi bo'ldi, Qo'g'irliq voqeasi bo'ldi. Sen tafsil o'qimayman. Men borsam, bu jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Dunyoviy bilan deman batda terminin bat borsam, muavin nozir Abdurishiddan ikkisi birga Qashqarga ketibdi. Viloyatga ketibdi. Vallahi nima bo'lgandi deb, shuni Xitoy boshqa Xitoylarga dedi, udum bo'lib ketdi. Uningdiki men darhol jamoat xavfsizlik nazorati tashviqot bo'limiga telefon qildim. Bir boshqarmaning muavin boshlig'i biz doim shular bilan xabar olardik-da, endi xabar ishlash. Biz aloqalar. Telefon basam odam bor ekan. Başlamışlar aldım hazır hizmetleşti demiş oldu. Nerede oldu bu iş? Qashqarda mı? Qashqarga ketibdi bu nima Abdurishiddan jangladi desam. Ya Qashqarga ketdi, ama Qashqarda bo'lmadi u voqea. Shu Aqto'da degan bir noyda bo'libdi, men tafsilotni o'qimayman. Dedi, barin degan gapni ish oldik-da endi. Bu vaqtda internet aloqaning bu intayin maxfiy tutdi bu ishda. Keyin masalan, Pushapdinki ara o'qituvga udinki satqinimsin, noyda qattiq qamal qilganlik uchun xabarni. Onundan keyin ciddi bir xil jiddiylik bor hamda ish xizmatchilar orasida udum Xitoylar orasida udum chiroylari bir xil o'zgarib ta'sir qildi. Onundan keyin 3-4 kun o'tgandan keyin jamoat xavfsizlik nazoratininki masalan har haftada bir qatam jamoat xavfsizlik nazoratininki ichki maxfiy Chinkonfayin deydi, ahvoldan inkos deydigan bir ichki inkos va o'zi keladi. Oshnamda izlabdi bu nimaninki 4-chi ayning 5-chi kuni sərdə şu Aqto'da Nays Qizilsuv Qırğız Batman oblastının Aqto'da Nays'ninki barin yezisida shundaq to'plam bo'ldi. Bu
muvaffaqiyatli oldu. Dep, onundaki asasda onunki işki nimelerden haber taptık. Çünkü ben Cemaat Havsil Mazat'nınki Muğnazır Abdüştin Cemil'den bu kayıtıp gelgende görüştüm. Bu bari inqilab bo'lganki 6-da bu Cemaat Havsil Mazat'nınki Nazır Muavin Nazırları onundaki qurolli saqchi baş qismi qo'mondonlik shtabi Urumchida ularning hammasi nima ketibdi? Qashqarga borib, ularni qo'rqib otishga borolmay Qashqarga borib, barin bu inqilobni bostirish qo'mondonlik shtabini Qashqarda qurib deganda hamda. Qaytib kelgandan keyin avvaldan uqdik. Bu haqiqatan Xitoyni qattiq cho'chitganda hamda biz cho'chishlar birisi Oqtun aysi hamda strategik o'rin aytbek nozik bir yerda Qirg'izistonga chegirdash. Uningdagi Qashqarniki olis eng olis bir qancha yil bilan aloqador bir yer. Uningdagi dastlabki Xitoyning statistikalarida bu vaqa yuz berganda, inqilob yuz berganda odam eng ko'p qatnashgan vaqti 5000 deyishib ketgan degan sonliq ma'lumotlar va Xitoyning ichki hujjatlarida. Endi bu 5000 odam qatnashgan bir inqilobni bostirish uchun bir diviziya muntazam askar kerakda endi. O vaqtlarda bu qurolli saqchi qismlari har qaysi oilada yo'qdi. Faqat Qirg'iziston oblastida Otish shahrida bir o'tir otryad bor-da. Bir otryad deganga 30 necha askar. Uningdagi dastlabki sharq saqchilar bilan shu o'tir otryad bilan bostirishga tirishgan, inqilobgan bu Xitoyningki nimasi bo'yicha, sistemasi bo'yicha Xitoy Xalq Ozodlik armiyasini o'tkazish uchun u cho'qim Şinjan Harbiy rayonu, Lanca Harbiy rayonidan yo'lduruq so'rash kerak, Lanca Harbiy rayonida, Markaziy Harbiy rayonida yo'lduruq so'rash kerak. Shu yo'lduruq 4-ayning 6-kun tushdan keyin kelibdi. 4-ayning 6-kun tushdan keyin kelib, u rasmiy Xalq Ozodlik armiyasining Qashqarning ma'lum bir rayon turish qismlariga yo'tkab akagicha oraliqda u beshiq turolmay qurolli saqchi qismlaridan yo'tkabdi Qashqarliklarning hammasini. Bunun sani yetişmeye pek az olan. O vakit bütün vatan boyunca kurallı saqchi kısımlarının sani şu 10-15 bin atrafıdır. Bütün Şarkı Türkistan'daki. Onun denki Qashqarlikisini belki bir qancha yüzdü. O kişi yetmey ahir kopap bir yerde alık Bintan'ın bir vasıta, Bintan komandalık ştabındaki bir vasıta buyruk kılış kopap bayağı erkeklerden ötkendek Bintan yazgilik Qashqar Türk 3. Diviziyasının 41. polku o değil mi? İsimli kılış şu vaktilik asas. En yakın polku şu an. Şu nemini çakır bastırışka ular katlaştırıptı. Sırtkı demesi şu anda mininki nememde. Onundaki o kiyin asasda onun işki avalını düşünüşke başladık. Anamdaki tömür devam et ketti. Tömür devam berip tömür devam et şu ağırlıktan içki yaptı ötkendeki küçepti ötkendeki tömür devam et bağdı. Cemaat Havsilik Nazarı'nın o nazırıyla. Bu an geçe bütün işki nemile aldık ya. Kamal yolla kamal kılınıverdi baykandaşlarımız geldi. Haber beriş bütünley. Çeklendi. Hatta nurgun adamdan bilmedi işki yaptı geçe. Şu tümür dametli birip tekşiriş kaytıp gelip şu 5. ayının ki 1. günü oğa vaxtıdı mı 2. günü Abdurrahim'le Halı hükümetin reisler jığınıda reisler binası da açıkırgen degan ki 1. katının yığını zalda nazaret deyicikini yok deyicikle yığını çakırdı. Çakırıp bir yerde küçük akbarat organından Şinjan televizyon stası, radyo stası, ben radyo stası vakıftan katlaştım. Kemer beklemaydı. Ya tümür davama şu kasetler götürüp kep yansız vardı. Yeniden vangin oba, vaxtıda vangin oba şu Abdurrahim protokolunu sekreterdi. Ilk tümür davama çıplak kettiği degen jığın şu anda. Şu takılgan. Meviyatı bağ, o jığlap ketken avalım yok. Ya tümür davama degen vaxtıda asasen o barınınki namratlıqını köprek. Binayet namrat kediyor insanlar. Şunu bunun dikin. Şu namratlıqtın uzluş hizmetini yaxşı işleyişimiz gerek. Uyu degende bu namratlık meselesini köprek takildi. Bölgünce o bu degen gepler çıkmadı o tümür damatından yeniden, ağızdan. Ama tümür damattan sözdünken Vangilmo'nun çıraylarına ait özgürlük etti. Vangilmo üyeti tümür damattan eksik yapıldı. Bu ne? Fakat nokul adet iqtisadi meselede bundan düşermesi gerek. Buna ait çoğunkur karakteri var. Bu vatanı paylaşmış bölüş için yapılgan bir kilallık məqsəd yapılgan bir hareket u bu dedi. Tümür damatını pek katkınım. Çünkü Medet İnqilab tümür damatla Vangilmo birken, bir guruhken birbirine kollab. O tümür damatını Vangilmo'nu kollayman da tasqat geçen davarlap qağılı kumalladılıqı, boştqallarını işğal qılıp neyiz götürüp. Şuna tümür damatını ait yaxşı gördü Vangilmo. Bu sebiden karşı birleştik ya şu Vangilmo. Şuna Vangilmo'nun şu nimisinden paylanıp tümür damatı jakış qılıp alğanda bu keyinki.
Şu yig'inda shu masala bo'ldi. Uningdagi u yig'in tugagandan keyin tunji qatim buni xarakterini bekitish kerak tashviq qilish uchun. Nima deb tashviq qilindi aslida? Hech qanday o'rin chiqish shartigacha tashviq yapamadi. Bu tashviqat qilish savol uni xarakterini bekitish kerak. U xarakterini Abnurayl Partkon bekitolmaydi. Uni Xitoy xalq markaziy komiteti bekitish kerak. Nima deb ism qo'yish kerak, qalpoq qo'yish kerak. U yezdi bo'lgan bir ahvol. Şunu ulanandıkken bu Allah'ta biz mi berip Abdurrahim'le yukarı suat mahkemesinin nimelerle kıraştık. Ulama merkezden tabi cevap gelmedi dedi. Ama kolayının Allah'ın sottaş işlemi bombadı. Tepçi mahkemesi görüp ya da sorsak bulum takip merkezden muhtemelen gelmedi dedi. Şu Allah'ta bir neme ötkendikken şimdi nemege az kağa vaxtıda bir 3-4 hafta ötkendikken anandaki merkezden neme geldi. Bunu karakterini bekitip barın Əsil inqilabı qurallıq topluluğu. Eğer hatırlaşmam olsam. Barın Əsil inqilabı qurallıq topluluğu deb bu xarakterini bekitgenden keyin anandikken o barın Əsil inqilabı qurallıq topluluğunun qaldıqlarını tutuş degende bayağı erkin efendim deb ötkendek bütün yerli cazlarını kurup bunu kengaytip etdi dairesini. Anandikken tunji qatimliq bu teşviqat nemesini barından başlayıladı. Abnurayl Partkon Atay'dan buyruq düşürüp eğer kendi hatırlaşmam olsam 4. ayının 30. günü tunji teşviqatını şu 4. ayının 30. günü doğru. 4. ayının 30. günü tunji teşviqatının barında 1500'den artık adamın katnaşıda muşu barın Əsil inqilabı qurallıq topluluğuna karşı yig'inni seferberlik yig'ini işe başlattı. Yani şunundan keyin biz rasmiy teşviqat işlerine geçip kettik bunun. Hem de bir yerde bize hayran kaldığım bir narsa var. Mesela barının nüfusu bu nayı çoğun bir yezde. 18.000 nüfusu var. Şu vakti 90 yılda hem de. Ama o şunda hükümetin seferberlik çakırgan yig'ini da 4. ayının 33 günü çakırgan bu seferberlik yig'ini da oram 1500'den katnaşkanda. Bazı mesela bu istatistika Xitoyning materiallardan var. 1500'den katnaşkan. 18.000 adam yaşaydigan bir yezde. Haqa adamlar ketdi mesela. Bu yig'inni mesela bütün miltiqni tanlab turib Xitoyning seferberlik bilan uğurlaştırış bilan chaqirgan bir yig'in. Amaliyotda hech bo'lmaganda 10 ming odam qatnashi kerak-da bunga. Ama oran qatnashgan yig'in qatnashgan odam 1500 endi. Bu odamdan ayt ig'ir gumonga solgan ahvollar. Dastlab qadam bayağı erkindep ötkendek onun karakterini o şekilde bekitdi ama dastlab sotqaga vaqtida birinchi ikkinchi sotlarda o'lim jazosi bermedi. O'lim jazosi bermay muddatsiz eng ig'ir kesganlarni muddatsiz kesgan bunun dastlabda qilgan vaqtida. O vaqtdagi siyosat shu darajada ama endi Xitoy tushishdigini bu yerda ikki qismlardan jiq gaplar bo'ldi. Shu qonun sohasida shu gaplar bo'ldi. Jamoat xavfsizlik nazoratidan 2 kun bir berib men aloqadan bo'libmi Abnurayl Jamoat xavfsizlik nazoratining muavin noziri bilan nihoyatda yaqinligimiz bor. Xabarni shu odamdan oldim men berib oldim. U odamning degandimi bu nihoyatda bu nima deb bu Xitoy tushishganimiz nima ekan desa ishga yig'iladi. Bu nihoyatda maqsad planli g'oyasi aniqlaydi. Xitoy tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarib Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish. Bu Xitoyni tushishgan masala shu. Agarchi bu barindan atrofidagi shu Maralvishinki shu nimalarga yezlarga u yezlardan qo'shni yezlardan shu 18-20 ming 30 ming Uyg'ur yashaydigan yez ekanda. Uyak tutishib ketgan vaqtida butun Qirg'iziston bilan bo'lgan chegara liniyasining kontrolini yo'qotib qo'yish kerak. Chunki Qirg'iziston chegara liniyasidagi askarlarning soni aytgan. Mana shu xamis askarlarni deprisha intayin pulpay vaqtida beshib turib pulpay qutuldi vaqtimiz yomon cho'ng bola chiqadi. Agar nima kelib ketgan bo'lsa. Shu avval vaqt munosabatidan shu avvalni shunchalikda shu vaqtda hukumat sohasiningki bu masala bo'lgan nimasi nihoyatda bir jiddiy qo'qish bo'lgan. Shuningdek, anandagi butun oilada qurolli soqchi qismlarning cho'qim o'tir atrofini qurish kerak deb ishkir o'lkalarni yo'tkab keldi. 100 mingdan ortiq qurolli soqchi qismi har bir noy qurolli soqchi qismidan o'rlashtirdi. Anandagi halqi nima diniy nimalarni Xinjiangga asos ko'p milliy bo'lgichlardan keladigan shuar chiqdi uningdagi diniy ibodat so'rinlarini boshqurishni kuchayish degan shuarmi shu vaqtida shu barinliklarning sababidan chiqdi. Bu haqiqatan shu vaqtida butun xalqimizning idora jamiyatlarida oshkor ishlash hatto ba'zi qiziqishlar bo'lgan ko'chadagi ba'zi devonlarmi men borilaq deb devonchilikqa havolab olgan.
xalqninki shu darajada barin xalqqa bo'lgan sevgisi suiiste'mol qilgan tarafdan bo'lgan. Demak bu bularninki xalqimizda u darajada yesdoshligini qo'zg'agan narsa nimadir? Ularninki g'oyasining aniq bo'lganligi, maqsadining aniq bo'lganligi, programmasining aniq bo'lganligi. Keyin anandagi Xitoy hukumati o'zining nimasi chavusini o'zi yeb, Abdurrahimov muzeymda barin inqilob qurolli to'polon haqida ko'rgazmada başçılar qatnashgan odam ko'pincha hammamizni idora jamiyati majbur olib bir oydak davom qildi. Uningdan keyin bu nimalar o'tirib chiqdi. Shu meniki shu vaqtdagi ichki qismdagi inkaslar haqidagi qarashim hamda bu Allohning lutfi bu shehitlarimiz hech bir shehitimizning qani bekor oqmaydi ekan. Cenab-ı Allah aşılarını Amerika Devlet Meclisi'de 1996 yılı şereflendirdi aşı şehitlerimizde. Bu acayip bir hikmet de bu Allah'ın hikmeti. 1996 yılı şu Amerika tarihinde tunç kıtım 7. ayda Uygurlar meselesi hakkında guvalık berişikliğine oldu. Ona ben katlaştım şayet guvaçılık. Benim belgen şu guvalıkımı şu Amerika Devlet Meclisi 7. ayın 25. gündeki guvalıkımda Yezgilik 3. divisininki Barin inqilabını bastırışta oynayan rol edigen temada doklat verdim. Tüm doklatı ben verdim derse 10 minutta bana belki vakit 15 minut nem kıldık. Çünkü o doklat verişimde o vakti de Pink'ten Dünya Bankası'dan Amerika Maliye Ministerliğine aldırıp biz işlep çıkışlar şoğunduğun, boz yağacılığın, yeri gösteren kılın, köl çapılığın, müştak kuruluş askerleşkende alakamız yok da aldırıp böyle üsümsüz kazap diken nemeden Dünya Bankası'nın olduğunu ettim. Onun erken alıp diken ustazlarımız, anandaki aynı vaktaki Amerika Demokratik İlgi Sürüş Fondu, anandaki Amerika'daki emgekle özgertiş tüzümüne karşı fondu cemiyetleri var. Bunlar az kıtken. Bu diyen bir askeri korun nimete Pink'ten akret. Şu onun için beni erken kanun teklifi kalsasa ben şu Pink'tendeki askeri bir orun işgalliği onun kişi Türkistan kılan askerlikleri hakkında şahit verdim ve şahitliğimi şu barın inqilabını Yezgilik 3. divisinden keyin Yezgilik 1. divisi askar numariki Aqsu'daki ulan qo'llab tushayotgan ulan qatnashgan. Ularning aytib dalil isbotlar bilan shu vaqtda men shohid guvohlikdan berdim ve nayte bu şehitlerimizdeki ulug'ligi bo'lsa kerak. Shu yerda shu 52 parça barin şehitlerindeki resim Zeynep Yusuf'un resmini bir fotokopiyaning kendimizde çoğunluğu çoğunlayıp biz apırıp ben muvafaqa asas bunu. Apırıp onu çoğunlayıp şu Amerika Devlet Meclisi Taşkı Münasebetler Komitesi'nin karşı biz guvohlikdan bergan zalninki kirishimizga ko'rgazma ochdik barin şehitlerimizning resmini. Biz o resimlerini 93 yılı Türkiye'de çıkan Şarkı Türkistan Yaşlar Gizlisi'de işletken şu vakti vatanda çıkan birisi bizge 50'inde başta resimler tebliğ. Hazır barin inqilabı münasebetlik arkanda bir nimaga qarasanglar teşkilatlar işletilgan bir resimga barin qahramonlar degan xat yozilib ostiga barin şehitlerinin üstüne düşken bir bet var. Bu şu 93 yılı nashr qilingan Türkiye Şarkı Türkistan Yaşlar Gizlisi'de besilgan. Hazırgacha aşını ben işletiyotidir. Aşı resimlerini, aşı kolumuzdan çapılgan Atöp'teki barin kahramanları diyen xatni Dünya Uyg'ur Kultininkki hazırki Kanada'daki Muhacirlar Komitesi'ninki müdürü Mehmet Toktay'ın kalemgahı resimler şu şekilde. Hoş, ben bu şunçilik vaqtimdan so'tlab şunçilik deb turay. Rahmet. Ko'p rahmat, hurmatli Ferhat Muhammad efendim, nəhayət ətraflıq izahat verdiniz. Hürmetli Erkin Ekrem efendi, siz nəhayət yaxşı bilsiz, 60. yıllarda Xitay territoriyasida yo'lga qo'yilgan xalq askarlari, ya'ni Minbin degan vaqtida o'sha Barin yezisiningki Xitoy territoriyasi bo'yicha 100 shu ilg'or qarg'a etishda chempion bo'lgan ekan. 100 musobaqa qilib, shu 100ninki birinchisi bo'lgan ekan Barin inqilobi. Ya'ni shu Barindagi xalq askarlari qarg'a etishda Xitoy territoriyasi bo'yicha birinchilikka erishgan bir komanda ekan. Xalq askarlari bo'lish sifati bilan uningdan boshqa keyin Deng Xiaopingninki janubni ko'zdan kechirib Xitoy territoriyasi bo'yicha iqtisodni jonlantirish siyosatini yo'lga qo'ygan vaqtida Xitoy bo'yicha 100 boy nahiya va 100 kambag'al nahiya bog'langan. Buningda
eng aqlı turduğan kambag'al noilalar qatoridan shu Aqtu naisi o'rin olgan. Ya'ni bizning Sharq Turkistondagi noilalar, kambag'al noilalar 80%dan ortiqni tashkil qilgan. Xitoy shu HVT siyosatini yo'l qo'ygandan keyin Xitoy territoriyasidagi barliq to'saq chozi deydi, shularni to'xtatib etgan, ammo shu Barin inqilobi sababli bizda shu 2000 yillarchilik men chet elga chiqishchi bo'lgan oraliqda u mavjuddi u chozilar. Demek Barin inqilobi biz uchun nayta şanlıq bir tarixni qoldirdi. Sizningcha biz bu Barin inqilobidan qanday tajribalarni elishimiz kerak, nimalarni yakunlashimiz kerak? Ayni vaqtida Barin inqilobidagi jangchilarimiz noyalik ichki hujjatlarda deyilishicha noyalik qurolli qismini qo'lga olganmish. Biz o'zimiz ko'rmadik, ichki materiallarda deyilishicha qo'lga olgan, ammo qurol yaroqlarni to'liq ishlatilmaslik sababdan yordamga kelgan Bingtuanningki va boshqa qismlar tarafidan mag'lubiyatga uchragan. Barin inqilobidan keyin Xitoy hukumati 7-numurlik hujjatni chiqardi. 7-numurlik hujjatdan boshqa yana bir qo'shimcha qat'iy maxfiy degan bir hujjat bu o'lka darajalik kadrlarga tashviq qilinadigan, ya'ni uqtiriladigan hujjat. Buningda shunday deyildiki, 1000 odamga uvol qilinsa mayli, bir adam to'rdan tushib qolmasin degan mazmun bor. Bu 7-numurlik hujjatningki qo'shimcha maxfiy hujjatida. Hamda Xitoy hukumati tarixdan buyon tashviq qilib kelyapti. Biz bir oila kishilari, Junxo millatlari ashundaq bir hujjatlarni chiqarishi bizda yurgizayotgan siyosatlari shundaqla biz bu Barin inqilobidan qanday tajribalarni yakunlasak sizningcha muvofiq bo'ladi? Bu jihatdagi bir atrofli tushanchangizni anglasak. Marhamat. Hoş, rahmet. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Bu Barin voqeasi, Barin inqilobi, Barin qatlami degan ismlar pekçi. Tabii Ferhat Efendimiz dedi, bunu karakterini bir iniqlash to'g'ri keldi. Hammamiz o'xshash hukmda ishiltish lazım to'g'ri keldi. Çünkü o karakterini iniqlash bununki nimasini, mahiyetini iniqlash degan gapchi. Bunga buni bir iniqlaydi deyman. Men hamda İslam'ı inqilab deganki men inqilob davri. Barin inqilobi hamda hammamizningki bilgandek tabiiymi deyildi, yani milliy ruhimizni yutib qo'ymaganligini. Bu ruhni bizga kiraga berish yoki setish bo'lmaganligini ko'rsatadi. Xitoy hokimiyatiga bosh egmaydigan bu ruhni ko'rsatgan. Hörga qanday tashna bo'lganligini ko'rsatadi. Va shundaqla Xitoyninki Sharq Turkistonda ilk bo'lgan mustamlika siyosati hukumat sunmaydiganligini ko'rsatadi. Bu jihatda nurg'un deyilyapti. Bunga uzun yapılıp qilmay. Birinchi demakchi bo'ldim. Üçüncü demek bo'ldim hamda bu inqilobdan keyin Xitoy mayli Vanlachuandan o'shangacha hozirda Chunchongogacha bo'lgan jarayonda qattiq siyosatni ilib bordi. Daha şu 1980'lerde Tinchokning siyosati bilan Sharq Turkistonda bir yumshash to'g'ri qilmoqman. Ve bizninki şu ko'na asarlarni yeniden besish ve yosh bolalar unutib qolgan tarixlarini yeniden o'rganish, tarixda ichki cumhuriyetning qurilganligini shu vaqtda bolalar yeni o'rganmoqda. Cumhuriyetning bayroqlarini, gripini nurg'un bolalar shu vaqtlarda o'rganmoqda. Mavi üniversitede okuganda hem de Ürümçi merkezlik bir faaliyetlerini ilip veriyorken vakti. Hem de A-Trep'te hem de dini talim terbiye alan yani bir grup. Bu iki grubun hem de Ürümçi'deki 8 üniversitedeki balla başladı. 85'te namayişini başladı. Namayiş başlayan kişinin Cumhuriyet
kurulgan kuniga yaqin bo'lg'achqa bu vaqtida ba'zi hukumatning odamlari ba'zi narsalarni gumon qildi. Ondan keyingi o'quvchi harakatlar yana davom qildi. Salvador Komisama shu vaqtdagi o'quvchilarning raisi idi. Bu o'quvchilarning harakati Xitoylar aldab-saldab deydi hamda ilgarlik bilan buni hal qildi. Hatta bu ish tugagandan keyin bunga qatnashmagan o'quvchi bolalar yoki yoshlarni mukofot berish uchun bu vaqtida xalq saroyida yangi silingan birinchi qatim yig'in shu o'quvchi harakati 85 o'quvchi harakatiga qaytilmagan va bunun qarshi chiqqanlarga mukofot berish bir yig'in o'rinlashdi. Ama bu barım inqilobdan keyin o qattiqlashishga boshladi. Vandochani dintandan keldi ve bu o'qimagan qattiqsak birisi bu boshqa. Onun qila oladigan ishi shu qattiq ism ishlatish. Ve shunday qilib shu 1970'larda Sevgidinlarninki bu vaqtlarda Milliy ittifoq deb Xitoy milliylarni bunday ittifoq olib ekegan unda bir nima bor, bir hal, bir ahvol mı var? Bunga misolga cho'ng shaharlarda Xitoy va milliylar bir-birisiyle alışılgan bo'lgan, çağanda Uyg'urlar ular bordigan, Qurban bayramida Xitoy Uyg'urlar bordigan shunday bir inoq bir ahvol yaratildi. Bu barın inqilobdan keyin bu ahvol asta-asta tugashga boshladi. Ondan keyin G'o'ljada boshlangan va Urumchigacha bo'lgan bu katliamlar bilan birlikte 70'li yıllarda yaratılgan o milli ittifaqlama tügde. Ve Xitoy Uyg'urlar işlenmeden, Uyghur Xitoy'da işlenmeden bir hal geldi. Ve Xitoy zorlab ularni ittifoq qilmanda yanada zulm ko'rsatdi. Ve zulm bağan sıra ig'irlashdi. Yani bu barın inqilobidan keyin yaratilgan üçüncü bir sebep şu Xitoyninki artıq siyasetini paydo qilish. Meni esas demakchi bo'lganim bu ikkinchi mesele. Bu bo'lsa bu voqealar yoki bu inqiloblar baldur başlanganlığı ve şundakla strateji cihetten tayyorliklarninki tamil bo'lmaganligini demek. Bunu belki bugünkü normal adamlar deyimiz kamida ya da deyimdi. Aslında huylasa deganligi, şu tecrübe savak deganligi bularning so'zlashga to'g'ri keldi. Ikisini deb qo'ydim. Bu ustozlarning ustozi Mahsum Hacim. O bolalarni tarbiyalagan vaqtida o'xshashlar yaqindagi odamlarga 3 bosqichlik bir strategiya planini sungan. Birinchi 10 yılda 80'li yıl boyunca birinchi 10 yılda adam yetiştiriş. İkinci 10 yılda yetiştirgen adamlarını hükümetinki her qanday orunlara yerleştiriş. Üçüncü 10 yılda onundaki kurtuluş. Ama bunun kargancakta bu barın vakası baldırıldı. Yani bu ustazınki strateji planı emelge aşmayı baldırıp başlap ketkenini gördük. Misalga bu Şarkı Türkistan'da meyli nimede Kumul inkılabı olsun veya Hoten'deki inkılabı olsun Mehmet'in Bunlarını bilirler bir rayonla tutkuzuş belki asan toktaydı. Misalga Zeynep'in karnıma barın gezisini kovda kılışka küçük belki yetiş mümkün. Ama kendi dairede bir hareket kılışkı olur. Misalga bir yerde patlap çıksa, kağan yezler, kağan nahiyelerde çıkış lazım. Misalga G'o'ljadagi bu Cumhuriyet'inki şimal tarafının hammasini eğer qo'lga tushayotgan bo'lsa, yolg'izla bir G'o'lja bo'lgan bo'lsa, necha yuzga askarlar bu yerga berib uni bostirdi. Tabii başka sebep mi var? Yani böyle keng rayonda, keng bir joylarda o'rtaq ve shundaqla o'xshash vaqtda harakat qilish.
Bununla bu harbiy strateji cihetten, harbiy teknik cihette yetilmeyen muntazam bir terbiyeni almağa ve şundakla partizan oluşumdaki nezriyelerini tüzerek almayan adamlar mağlubiyetge uçraydı. Ben bu gapni degan vaqtida nurg'un odam balki ko'ngli yoqmaydi. Bu deganing ruhimiz bu. Biz degan bosh eğmaydiganlarimizni ko'rsatyapmiz bu. Ama Allah'ın bergen bir aklı var. Ve Müslümanlara evetken birinci ayetini oku. Hem oku hem akıllık oluş lazım. Hem de tefekkür kılalış lazım. Tefekkür kılalıganlara ayet tefekkür kılalıganlara düşürür. Bunlara alim bulur. Alim bolganda Allah'ına konuşma başlar. Bunlara bu şu ötmüşte yaşanan nurgun dışında mealilik hareketler var. Ama köpüncüsü bastırıldı. Bastırılıp gitti. Bundan da nemi tecrübe savaş çıktığımız degende, bunun dinkin Türkistan'da bir hareketke ötüdüğün vaxtıda çok ayrı parça emez. Bütünü bile oylaş lazım. Misalga o ustazların ustazı bu Mahsum Alim'in 3 basqıçlıq stratejini eğer de maslaştırılan olsa 2000 yıl etrafında başka bir vaziyet yaratılmış mümkün. Yani bunda bir strateji planlarını yaxşı oylaş lazım. Bence bu 3 basqıç strateji plan aşı 1980'deki Türkistan'ın ahvalıga qaraganda muvafiq görüldü. Ama 90'lı yılının kimle vaziyet özgürlüğü başladı. Evvelmen degende Xitay hakimiyeti bu millilerle işlenmeydiğen bir mesele peyda oldu. O ahırı bir Ürümçi'de yaşanan o olgulandılar, katliamdılar, iniklaştı. Bununla bu yerden çıkardılan derslerimiz birincisi hem de şu ruhumuzu yutup koyması lazım. Hör degen bu hukumunu yalnızla fani dünya demez. Allah bizni yaratkan vaxtıdırla bizni hör yaratkan. Şununla bu hörlükünü çokum koluna düşürüş lazım. Bu dini vaziyet. Yani milli ceddime yani bir milletin için çokum bu hörlüğe erişiş lazım. Bu hörlüğe erişiş için meyli devlet kuraylı, meyli imperiya kuraylı, meyli padişahlık kuraylı, neyim kısa kılaylı ama maksat aşı hörlüğünü geliştirir. O uzun icraattaki nihai nişanı unutması lazım. Ve Xitay'ın siyasetiyle karşı nihayet uslupla ilip irişki doğru. Yani Xitay'ını baldır okudu koysak, Xitay baldır okudu, baldır okanı başka baldır tedbir aldı. O baldır tedbir alğanındaki bizge çok ziyan verdi. Üçüncüsü olsa hazır ben diyen strateji meselesi. Yani hem uzun müddetlik, kademlik planları oluş lazım. Hem de evvelmen degende Şərq Türkistan'ın nurgun yerinde hareket kılan bunundaki Xitay'ın tutuluşuna bir imkanımız oldu. Benim demekçi olduğum bu şekilde. Çok rahmet. Hörmətli Erkin Əkrəm əpəndi, nəhayət əstayidil ətraflıq düşənçə bərgədiniz üçün köp rəhmət. Demişsimi biz Uyğurlar bəzida aql bilan iş qılğanğa nisbətən biraz hayacan bilan iş qilishqa kirishib qolamiz. Shuning bilan nurg'un ishlarimizda savalliklar yuz berdi. Sizga takrar köp rəhmət. Hörmətli Dolqun Aysa əpəndim, siz Dünya Uyghur Qurultayının rəisi bo'lish sifatingiz bilan muhojiratdagi xalqimizningki mushundaq inqiloblarimizni xotirlashningki ahamiyati nima deb qaraysiz? Merhamet. Rahmet. Kıymetli dostlarımız kıymetli fikirlerini oturup koyup etti. Hakikaten yaxşı bir yığın oldu. Hatta bu öz vaxtdaki barın kahramanları bilen okşaş turmalarda yatkan sergüzeşlerini başını ötküzgen, yaşayan dostlarımız bizden köygellerini oturup koyup etti. Bu hem de da sözlep ötkendek mesele olan bilen bunların hemisi bir
her degan gibi bir hikoya, her bir kahraman haqida bütün kitap yazgılı bo'lgan bir jarayon deb o'ylayman. Qisqa to'xtab o'tib ketdim, menga ta'sir qildi bu narsalar. Hakikaten hem de Barin inqilobi bo'lsin, mayli G'ulji inqilobi bo'lsin, o'tganda xotirladik milliy armiyaning qurilgan kunlari, Cumhuriyet kunlarimizni xotirlayapmiz. Bununla o'xshaydigan voqealar bizni yani o'tgan tariximizni xotirlash, kelajak avlodlarimizga bir yo'l ko'rsatadigan gap. Tarix kelajak yo'l ko'rsatadigan, tajriba saboqlarni yakunlaydigan ve tecrübe sabak yakınlagan tecrübe sabaklarga asasen keyingi inqilobni g'albaga ulaştırdıgan va yoki insonlar yosh avlodlarimizni mevcut kelmeden mustaqil bo'lgan vaqtimizda uning qadrini bilib turib yashaydigan bir ruh akilib deb o'ylayman. Ham bizning milliy ozodlik harakatimiz davom qildi. Shuningga bizdek bir millat uchun Barin inqilobini, Barin şehitlerine o'xshaydigan şehitlerimizni, qahramonlarimizni eslash bu bizga yangidan bir kuch berdi. Nurg'unlagan inson, chunki Xitoy Sharqiy Turkistonda vatanimizda bu tarixlarni o'rganish, bu voqealarni eslash imkoniyati yo'q. Bu keyingi chiqqan yosh avlodlarimiz, bu 2000-yillardan keyin tug'ilgan deymiz yoki 1990-yillardan keyin tug'ilgan yoshlarımızda bu nesle habersiz kılıngan. Çünkü nereden bilsin? Nereden bilsin? Xitay bularının hemmisini kulpulup etken, hatta yakında Xitay mesela Ahmetcan Kasım'ın ki resimini ders kitabı baskanlığı için, yetti kızdırımının resimleri ders kitabı boğallığı için bugün şunu baskan insanlarını 200'lümücü, bölgünçü, separatist, terörist hep müddetsiz qamakka ve ölüm cezası uygun kaldığını görüyoruz. Demek bu imkaniyet bulmadı. Hem de 1980 yıllarda Medeniyet İnqilabı'ndan ki 80 yıllar, 70 yılların ahırı, 80 yılların ahırı bo'lgan Barin inqilabı bo'lgan bir 11-12 yıllık fırsatda biatın Doktor Erkin Ekrem dep ötdi bu neslerini. Biraz biz için bir fırsat bo'lgan. Şu vaqtlarda üniversitede okugan, şu vaqtlardaki yaşlar biraz bo'lsa-mu, u vaqtda Sharq Turkiston tarixi, Uyg'ur tarixini keng kishini tashviq qilish imkoniyati bo'lmagan. Ama hiç olmasa Şinjan tarihi materyalları deydigan kitaplar neşir kılıngan, Şinjan yılnamesi dep neşir kılıngan, onu tanqidlab bo'lsa-mu, aksi inqilobchilik nimasini singdirimiz deyish bölgünçülük şekilde tashviq qilgan bo'lsa-mu, ama shulardan bizning biraz xabarimiz yo'q cho'ng bo'lgan. Ama keyingi vaqtlarda bu tamamen bo'lmadi. Hem de bizning bu chet elda bu hareketlerimizni xotirlashimiz, bizning yoshlarimizni tarbiyalashimizga ehtiyojimiz bor. Bo'lmasa bu Milli Sharq Turkiston Milliy inqilobi kökü yok, asası yok. Pokudlam asmanda 2016-yilda kamp chiqqandan keyin paydo bo'lib qolgan bir hareketlik ta'sir berildigan gap. Shuning Sharq Turkistonda hozirgacha 1949-yildan hozirgacha 300 qatimdan ortiq inqilob bo'ldi Sharq Turkistonda. Çoğun inqiloblar 300 qatimdan ko'p inqilob bo'ldi. Buningda 1 milliondan ortiq insonimiz bak kampda o'lib ketganlarni demayapmiz. Rasmiy Xitoyga qarshi namoyishlar va yoki har xil isyonlar, qo'zg'olonlar, inqiloblar bo'lib 1 millionga yaqin insonimiz shehid bo'ldi. Demak, bu cho'ng bir bedel. Ammo bular hozirgacha nurg'unlari xotirlanmagan va yoki xotirlangan bo'lsa-mu, Xitoyning qo'liga tushib ketgan, chet ellarga oz chiqqan, ba'zilarini hammasini yo'qotib ketgan bir vaziyatda. Shuningga bundoq bir tarixiy hodisalarimizni xotirlashimiz bizning ham kelajak uchun bir milliy majburiyatimiz. Chunki tarix xotirlanmagan vaqtimizda bir nimaga afsonaga aylanib qoladi, cho'chakka aylanib qoladi. O manda bir ish bo'libdi ekan, Barin inqilobida bir bo'libdi ekan, voqea bo'libdi ekan, Zayd Yusufda bo'libdi ekan, xuddi Chin Temur Botirga o'xshaydigan. Shundami? Ashuna bir cho'chakka aylanib qoldi. Ammo buning tarixiy qiymati bo'lmay qoladi. Shuningga bundaq ilmiy dokladlarimizning buni xotirlashimiz, yozma shaklda qoldirib qilishimiz, bugün mesela şu yig'inimiz qatnashgan Erkin do'stimizga o'xshaydigan shuni ko'rgan insonlarimizning bevosita guvohliklari bu tarix endi. Bu nuqta nazardan bular endi haqiqatan buning bu bo'lgan bir voqea ekanliklarini. Ertaga shohid yo'qolib ketgan vaqtida bu hikoyada qolib qoladi insonlarga. 44-33 cumhuriyatlarimizning shohidlari asosiyatdan ketib qoldi, bir qancha qolib qoldi. Mesela bundan 20 yıl ilgari, 15 yıl, 20 yıl ilgari bizler bu hareketlerini işlediğin çağda şuların yüzünden bivas görüşken, şu ofislerlerden sözleşip, şunun ağzını anlayan vaxtında bizdeki gurur, bizdeki nimetçilik şunun şekillengen.
iftiharını şunun şekillengen. O bizim bunda isim milletkenimiz, devlet kogan milletkenimiz, ofisirlerimiz bu diken, muş adam kamplar sokuş diken, muş adam Xitay'a karşı aldığın sebeplerde köreşlerini diken, generallarımız bu diken de şularını köyde vakt iftiharlangan. Yani şunda iftiharlanış tuygusunu bugünkü evlatlarımızga bizden bir yerleşimiz gerek. Bu noktanızlardan pek mühim. Hem de bu Bahar'ın inkılabı abiyatın Doktor Erkin Ekrem Efendim de ötti. Erkin Berdaş dostumuzun dedi, parat mı dedi, hükümetlerinin ki dokulatlarda olsun, bu hemmisi elki mandalan bir istihilik küreş emez. Aldılar bu Bahar'ın inkılabını kozgan, onun da şehit olan şehitlerimizin ruhiga Cenab-ı Allah Ramazan'da bütün Uygur halkı dua kılışımız gerek. Dua kılış onların yatkan yeri tabi şehitlik ve hukumiye yükseldi de bilimiz. Degen gidek bu nayte elki planlık abiyatın siz bunun şiyatta Zeydi Yusuf ne kakla bir dikalla kozunlar ama şiirini heli şair yazanmaydıgan şiir bizimkide ama şu adam yalnız bir Xitay'a karşı kelişçilen kurallan emez bir şair yani o asan nesnimizde çıkılan nes emez nayte insanlara yürüge hitaplaydigan bir şiir ne okup öttünüz. Anın dinkin bula nayte mükemmel bir teşkili asas koğan gep. Doktor Erkin Emni dedi, demek her kanda beşinci vaxtıda nime nayte mühim bulmaydigan stratejiya bilen belgilenmeydigan bolsa, intizam bilen bulmaydigan bolsa, bunu bu valladaki intizam meselesini Erkin Efendi dep öttü, turmadı mı hatta? Yüzü belgilep koygan Cemal Muhammed'ninki buyrugunu itaat dep kabul kılganlıklarında. Hem de şuna nesle bizde hazır asasen yokap gitip vardı şu. Demek bir itaat bulmasa emirge başlıkta nimege itaat acizlaşka vaktimizde başlık buludu mağlubiyet gibi çıkıdığan gap. Bizde hazır öz altımızga inkılap pek köp. Elbette yaxşı, bu mu yaxşı? Ama bir teşkilat bolganda o neslin sayılgan insanga hürmet kıldıgan bir enini biz yetiştirişimiz gerek. Bu askeri nimede texim mühim. Ertogün bizde yani Şarkı Türkistan'da bunun dinkin aldığımızda her xil inkılapının şekillerine, her xil küreş usullarını şahit buluşumuz mümkün. Mesela Zeydi Yüz'ninki aşı önemlisi de Başkumandan Abdülgani Tursun, Mağun Başkumandan aşırı türler arıgan gap. Anın dinkin aşı abiyatını Erkin dostumuz deputy Cemal Muhammed diyen askeri kumandan boğan gap. Anın dinkin Aksep birimi de İshak Hoşur diyen dostumuz şehidimiz Aksep iştirak mesele olgan gap. Qandaq yetkizip nima qilindi deb. Yani men çokum birisi aldın septi kumandan bunu men Aksep nimişim var demegen gapda aştan hemmisi bir-birinden inqilabda aldın sep Aksep general hemmisi mühim. Xabarlashish mesela Abdurrahim Turdi degan şehidimiz xabarlashish aloqa iştirak mesele bo'lib ketgan shu vaqtida. Andan keyin Muhammed Turdi degan kardeşimiz qatnash işlariga mas'ul bo'lib ketgan. Qatnash qilib ot ularga muchal qatnashib ayrılan tanklarımız yok. Ot, işek, aşındaq derslerini setip algan gapda bularımda. Bizden derslerini qilib algan gap. Andan keyin birinci ştab, hatta ikinci ştabda Ahmet qilib oldi. Birinci ştabga Turg'un Isoq degan ikinci ştabga ashunday qilib bular nihoyatda mükemmel bir askeri nimani tashkil qilib ketgan shu vaqtlarimizda. Endi shunda bo'lganligi uchun masalan Timur Davomatning 9-yil 5-oyning 26-kundagi Shinjang gezitida e'lon qilgan bir doklati bor. Bu doklatda nima deydi o desa, bergan xulosasida bu yerda 25 bizning kadrimiz o'ldirildi deydi. 8 askar o'ldirildi deydi. Xitoy askardan 8. 11 tapanca, 3 avtomat, mancha kiyim-kechak, mancha mashinalar, o'q-dori, mushuna bulab ketdi. Deb nima berdi. Hem ularning qo'ldagi narsalarni aytib atdi qurollar. Ama abiyatın Ferhat Efendi dep ötdi, bunun Lanjud'un askeri yetkep kelgen, onundan keyin 3000 kişilik resmi aeroplan nimelerden tartışıp sağgan da bununla. 10 neçe ming kişilik askeri bilen nima qilgan. Barın kichikina bir yeza, şu vaqtdagi nüfusi 18 ming dedimi? 18 ming nüfuslik bir nimaga hamda 15 ming. Yani bir adamga bizden asker ekelgan. Ularning hammasi qurolliq bo'lgan. Aşina bo'lib hamda mushu to'qinishda bir hafta 5-yilda başlangan bo'lsa 10-yilda oxirlashibdi. Mush vaqtimizda hamda hukumatning bildirganlarimizda eski Xitoyning askarlari 8 adam bo'lgan.
Bu barın nimelerden inkılapçılardan 15 kişi ölgen. Ma bu kişiler demezsem şu şu vaktin şeraiti boyunca, şu vaktin şeraiti boyunca tayyorliqlarni qila olganligining sababi ham keyin nurg'unlagan insonlar o'lim jazosi keyin 103 kishiga har xil sud bilan hukm e'lon qilibdi hamda oradan shu 8 oyning oxirigacha nima bo'lib demakchi o'g'limiz bu hareketler, bu inqiloblar qandaqdir xalqlar degandek bundoqlarni ko'zayin chiqiblar mura bo'lib qolibdi ekan emas. Bu Sharq Turkiston xalqining her zaman fursat kelgan vaqtida, sharoit yarmagan vaqtida, ozroq qimmatlash imkoniyati bo'lgan vaqtida bu mustamlikachilikni qabul qilmaganlikni, bu islomni qabul qilmaganlikni, her zaman o'zining erkinlikka, ozodlikka bo'lgan intilishini vaqt kelib qolsa qurolli harekat bilan, vaqt kelib qolsa namoyish bilan, vaqt kelib qolsa shuvarlarni yezish bilan, vaqt kelib qolsa ochlik e'lon qilish bilan, har xil shaklda, ya'ni dunyoda qandaq shaklda misoli tepiladigan bütün hareketlarga bosh uyg'onligidan iborat bir reallikni ko'ralaymiz. Shuningga bu favqulodda muhim. Gelecek yaşlarımız, bugünkü yaşlarımız bu tarihi vakalarını hatırlayışımız gerek. Zeydi Yusuf'un bir hem yatlı vakıdaki bir sözü var. Ben bir okup öteyim. Şunda deptiken 90. yılı 1. ayda Kaşgar'daki bir notukdaki üzünde bu. Bir milletin mevcutluğu ve insani kıymeti onun nüfusani, ötmüşteki manevi mirasları, şairi, yazgıcısı, danışmanları bilen emas, belki tolup taşkan milli gururi, tükmez tükmez ruhi cesaret, teslimsiz milli irade bilen ifadelandı depti. Hakikaten Irak'ın köreligen bir peylasoplık nimisi boğan bir komandan Zeydin Yusuf. Yat hayır cennet olsun, hemimiz mengü bu kadirlarımızı esleyimiz. Rahmet. Köp rahmet Dolqun Esa efendim. Obdan xulos qildingiz. Bugun ulug' juma kuni, shundaqla muborak Ramazon oyi. Biz barliq shehidlarimizga bir duo bilan bugungi muhokamamizni oxirlashtirsak, marhamat hurmatli Abdul Qarajim. بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ey Allah, Perverdigarımız, muşu okuğan Fatiha şerifinin savabını, bunundan 30 yıl ilgiri barında şehit olgan şehitlerimizin royga hediye kıldık, ulağa yetkizgeysen. Ularning qabrisini nur qilg'aysan. Ularga jannatul firdavsdan o'rin bergaysan ey Alloh. Ularniki o'lmas, o'chmas ruhni mushu dunyoda yashayotgan xalqimizga Uyg'urlarga shu ruhni ato qilaysan ey Alloh. Ular shu barında 30 yil ilgari shu inqilobni qo'zg'agan vaqtida mushu sening ulug' 12 ayning sultoni bo'lgan Ramazon oyida mushu voqealar yuz bergan ey Alloh. Biz mushu ulug' oyda yashab etibmiz. Kalbimizni iman nuru bilen nurlandırgaysan ey Allah. Günahlarımızı mağfiret kılgaysan ey Allah. Aşk Xitay'dan ibaret muşu zalim, tacavuzçı, kanxor şu zalimga taqabül turalığıdek akıl, paraset, idrak, iman ata kılgaysan ey Allah. Ey Allah perverdigarımız, senin güç kuvvetin çeksiz. Xitay'dan ibaret aşu zalimni yaviden yeksen kılvetkeysen. Qaysı sebepler, qaysı güçler arkalık ulanı mağlup kılsan sen kadirsen ey Allah. Ey Allah, aşu bizim vatanimizde senin dinine ve senin kitabına ve senin peygamberine ve sana boğan işençsi sebebidin turmalarda, zindallarda, her xil qiyin qısaqlarga ilinib atqan aşu mazlum xalqimizga, aşu mu'min musulmonlarga o'zing rahmat qilgaysan. O'z rahmeting bilan muomala qilgaysan ey Allah. Ey Allah, Perverdigarimiz, bizning gunohlarimizni kechirgaysan. Saf iman, e'tiqod bilan bizni qalbimizni nurlandırgaysan ey Allah. Muşu vatan millet yolunda, azatlık yolunda hareket kılıbatkan barlık qarindaşlarga kuch quvvat, jasorat, aql, idrak, sağlam ideya ata qılgaysan ey Allah. Rabbighfir varham va anta hayrur rahimin. Rabbighfir li va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Lillahi ta'ala al-Fatiha.
Aziz mehmonlarninki qimmatli vaqtni ajratib bugungi Zaydin Yusuf va Barin inqilobi to'g'risidagi atrofli muhokamaga qatnashganligi shundoqla ekran oldida o'tirgan qarindoshlarimizning vaqt ajratib bu muhokamamizni anglaganligiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Biz kelar qatimliq muhokamamizni ko'rsayli, hammamizningki muborak Ramazon oyi takrar muborak bo'lsin. Qilgan duolarimizni Janobi Alloh biza keltirib, xalqimizga osonlik, ishonchlik bergay. Amin. Rahmat, xayr xo'sh, xushvaqt bo'linglar. Allohu emanet.